Yoldan ben keldim so'rang. Navbat izlayverib o'taman. Kutirib qo'ymadim aka. Yoldan Nima bo'ldi aka, bu bolachalar ko'rinyapti o'zingiz? Ko'rinmayaptimi ish qilib? Yo'ringlar. Hozir mana shu narsani isbotlaganingizlarga joyga boraman. Yo'q. Ketdi aka. Isbotlay. Telepaga chiqib qolyapman. Kelma bu yoqqa, sizda mashina. Nima bo'ldi aka? Mayli, benzin qolmadi-yu. Mayda aka, chekka joyda ham tugadim. Bizni zapravkada to'ldirmoqmabsiz-da. Sizga o'tirib turibman, ayta biznes o'tadi. Shuni chiqaman olib kelaman. Tezroq keling aka. Kelaman. Qorong'i joyda mana aka. Joydan bitta o'zini tashlab ketib yubordi aka. Kimsan ey jonim aka? Qorong'ida nima qilyapsan batta? Ha aka, benzininglar tugadimi? Ha, bizning tugadi. Mana aka, benzin. Isming nima sani? Astag'firullah. Qo'li ham bir qo'rqadi. Jon aka? Ha, qo'rqib ketdingizmi? Yo'q, hozir bitta bolacha kelib qo'rqitdi. Endi siz qo'rqityapsiz jon aka. Sizni ham ko'zingizga ko'rinyaptimi endi bolacha? Ko'zimga ko'ringan, realni. Mana aka bizni olib turib. Bo'lyapti, bilaman. Hozir menga bizni olib keldi bu bitta bolacha. Bizni quyib olyapmiz bir minut. Odil aka, tezroq buni ketaylik aka. Bu mashinasini berayotganda benzin yo'q deganda shu ahvolga tushmas deydi. O'zlari kech qolishadi, meni shashiltiradi. Nima qilyapsan uka kech kirganda? Aka, sheriklarni kutyapsizmi? Ha, sen qayerdan bilasan? Yo'lda benzinlar tugab qoladi. Hozir kelishyapti aka. Ha, mana o'zlari telefon qilishyapti. Qanisan, Akaxon. Aka keldilaringmi? Aka, ko'zimga bolacha ko'rinyapti deyapsiz, o'sha menga ham ko'rindi. Qayerda ko'rinadi? Aka, yo'lda benzinlaring qolmadimi? Hozir benzin berdim, yo'lda kelishyapti dedi. O'shaning uchun ustimdan kulishavermadi.